Kim xayriya uchun ko'proq pul yig'a oladi? Ronaldo yoki Messi? Buni tekshirish uchun biz pul yig'ishni boshladik. Bizda 1 soat vaqt bor. Birinchi bo'lib Ronaldo 500 so'm va 3000 so'mlik suv ishlab topdi. Va keyin ozginadan keyin shu kichkina oila oldimizga kelib, bizdan ozgina savol javob qilib, Cristiano Ronaldoga boshida 20 ming so'm tashashdi. Keyin bo'lsa Leo Messiga 10 ming so'm tashab, Cristiano Ronaldoga ham 10 ming so'm tashab qo'yishdi. Evaziga bitta rasmga tushib qo'yishni so'rashdi. Do'stlar, kanalimga obuna bo'lib qo'ying, chunki bizga tezroq 600 mingta bo'lishimiz kerak, to'g'rimi? Yo'lda ketayotganimizda Vantash o'yinchisi Ramakani ham ko'rib qoldik va ular Cristiano Ronaldoga 2 ming so'm tashab qo'ydilar. Va shu kichkina bola ham 2 ming so'm tashab qo'ydi. Keyin bo'lsa odamni topishga biz ozgina qiynalishni boshladik va dash odam topgan taqdirimizda ham ularning puli plastikda ekan. Juda ham ko'p obunachilarimizki biza bilan rasmlarga ham tushib ketishdi. Va keyin shu velidi bola Cristiano Ronaldoga 5 ming so'm solib qo'ydi. Va do'stlar, bizani 1 soatimiz nihoyasiga yetdi. Endi bo'lsa nech pul topganimizni hisoblaymiz. Leo Messi 10 ming so'm topdi. Cristiano Ronaldo bo'lsa 44,5 ming va 3 ming so'mlik suv topdi. Va endi sizlarning ko'zinglarning oldida mana Paynetdagi xayriya fondiga hisob qo'yamiz.